Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon do'stlar. Bugun biz mavzu tayyorladik. Mavzuni oxirigacha eshitsalaringiz hammasini tushunasizlar. Yana juda muhim masala bo'yicha, ya'niki infeksiya o'taydigan, jinsiy aloqalar sababli o'taydigan kasalliklarni bugun yaxshi ma'lumot beramiz. Ya'niki doktor hamchi urolog, androlog va doktor terapevt, infeksionist sababli hammasini sizlarga yaxshilab tushuntirib o'tamiz. Bu masala bo'yicha boshlanishiga mana infeksiya sababli hozir bilasizlarki, VICH, sifilis, ya'niki gepatit B, S va boshqa infeksiyalar juda ko'p, ya'niki muhojirlikka, ya'niki Rossiyaga kelishib juda ko'p infeksiyalarni yuqtirib olishyapti. Mana bizga ma'lumot hammasi bor. Yana дополнительный nimalar borki, infeksiyalar borki, u urologicheskiy sababli bo'ladi. Urologicheskiy infeksiyani juda kuchaytirib, ya'niki bepushtlik, ya'niki boshqa kasalliklarga, urologicheskiy kasalliklarga olib keladi. Mana hamchun urologimiz bor, urolog, androlog bu masala haqida kamgina ma'lumot beradi. Yana davomini eshitsalaring, yaxshilab eshitsalaring hammasini aytib o'tadi. Marhamat. Jinsiy aloqa sababli bundan tashqari yana bir qancha xavfli infeksiyalarni yuqtirib olishi mumkin. Bulardan xlamidiya, gonoriya, ureoplazma, mikoplazma. Bularni asoratlari agar o'z vaqtida lecheniya qilmasa, bularni asorat qoldiradi o'zida. Xo'p, peshob kanalining to'rayishi, ya'ni struktura uretri. Peshob kanalining yarig'lanishi, ya'ni uretrit. Tuxumlarning yarig'lanishi, arxit. Prostata bezining yarig'lanishi, prostatit. Hattoki, ya'ni urug' yo'llarini berkilishinigacha olib keltiradi. Buni natijasida bepushtlik kasalligi kelib chiqishi mumkin. Ayni hol yoshlarimiz ichida shu infeksiya yuqtirganlar juda ko'p. Chunki muhojirlikka kelib, kamroq ishlagandan keyin har xil saytlardan fohishalarning nomerini olib, borib jinsiy aloqa qilib, mana shu kasalliklarga duchor bo'lmoqda. Statistika bo'yicha bizga juda ko'p, mana hozir 50 dan ziyodroq kasallar, ya'ni VICH, sifilis, gepatit B, C kasalliklar bo'yicha bizga juda ko'p murojaat qilishyapti. Mana statistika bo'yicha bizda ham qaydda turadi, uchetda turibdi. Hamchun sizga urolog sababli qaysi kasallar ko'proq uchrayapti sizga? O'sha haqida biror ma'lumot berib o'tsangiz juda yaxshiroq bo'lardi. Statistika bo'yicha, xo'p, 1 yil davomida bizga prostatit, ya'ni prostata bezining yarig'lanishi, arxit, epidemit, ya'ni tuxumlarning yarig'lanishi, uretrit, peshob kanalining yarig'lanishi. Nima sababli bu kasalliklar juda kuchayib, ya'ni avjga olib ketyapti? O'sha haqida biror ma'lumotlar bersangiz. Asosan jinsiy aloqadan so'ng yuqtiradigan infeksiyalarni o'z vaqtida davomat qilmasligi sababli mana shunaqa kasalliklar ko'payib ketyapti. Hurmatli aziz do'stlar, agar sizlar ham mana shu yo'llarda agarki biror yo'llarga borgan bo'lsalaringiz, birorta qizlarga borgan bo'lsalaringiz, iloji boricha biror yaqindagi doktorga murojaat qilingizlar yoki bo'lmasam bizning klinikamizga hamma doktorlarimiz bor. Bizning klinikamiz metro Lyublinada joylashgan. Улица Krasnodonskiy 23, korpus 1, ya'niki Spasmed klinikasi. Hamma sharoitimiz bor. Analizlarda doktorlarimiz, hamma doktorlarimiz bor. Urolog, androlog, terapevt, kardiolog, lor vrachlar, ya'ni ginekolog masalasi bo'yicha ham bo'lsa murojaat qila olasizlar. Hamma doktorlarimiz bor. Operatsiya masalasi bo'yicha ham biz juda yordam beradi. Agarki biror xizmatlar bo'lsa, marhamat murojaat qilingizlar. Biror savollar bo'lsa, yana kommentariyaga yozib, biz nomerimizni qo'yamiz. Biror savollar bo'lsa, telefon qilsalaringiz bo'ladi.